Hozir magazinda tovarovet bilan urushib ketdim. Ya'ni o'zini vazifasini to'liq bajarmaganligini hisobiga menga ortiqcha yuk bo'lyaptiki, ya'ni go'shtni boshqa go'shtni nomida qabul qilgan va bu bilan meni ogohlantirmagan. Korobkaning ustiga molni myakni, внутренний myakni ustiga u kastret deb yozib qo'ygan. Ya'ni boshqa go'shtni ustiga boshqa nom bilan yozib qo'ygan. Men uni aniqlashtirishlik uchun undan so'ragan paytimda senlarni go'shtlaring jonimga tegdi, ko'k, meni asabi buzilib, anaqa bo'lib, menga xarakterini ko'rsatyapti. Men unga aytdim, agar ko'ngling ko'tarmayotgan bo'lsa, charchagan bo'lsang, yig'ishtir. Sensiz ham ishga oladi bu magazin. Sen yo'q bo'lsang, bu magazin to'xtab qolmaydi. Men sendan to'g'ri so'rayapman deb birinchi adekvatni so'radim. So'rasam, haligi so'kinib, bilasizlar ularni. So'kinib gapirib ketuvdi. Keyin men ham so'kinib javob qaytardim-da. Yig'ishtir bo'lmasa dedim. Bo'lmasa dedim, men hozir buni dedim, shundaycha sotaman dedim. Razницасini to'laysan dedim. Ishlasang chiroyli ishla, bo'lmasa yig'ishtir dedim. Bo'lmasa go'shtingni o'zing qabul qil bo'lmasa dedi. Go'shtni qabul qilib olish meni vazifam emas. Men tovarovet emasman, men qassobman. Men sifatini tekshirib olishim mumkin. Kelgan paytda sifatini, srogini tekshirib olishim mumkin. Olaman desam olaman, olmayman desam qaytarib olishim mumkin. Bu narsani ko'rgan guruchligimiz akamiz yugurib kelib oldimga hozir indamay aytasan. Poplading deydi. Nimaga desam, ularni popugini shunaqa pasaytirib turish kerak deydi. U akani gazini beradi-da. Indamasanglar shunaqa. Bu narsani aytishdan maqsad nima edi? Asosiy maqsad shudiki, har qanday sohada ham, har qanaqa soha bo'lmasin, kimdir o'zini vazifasini bajara olmayaptimi, charchadimi, u har qanaqa soha, davlat ishi bormi, oddiy korxonada ishimi, yig'ishtirsin. Chunki uni nagrodkasi boshqa odamga tushishligi mumkin, boshqalarga tushadi. Shuning uchun eplolmayotgan yeringizda turmang, keting. Shuni aytmoqchi edim.